Tibbiyot tashkilotlarini litsenziyalash va akkreditatsiyalash markazi ogohlantiradi. Litsenziyaga ega bo'lmasdan aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish taqiqlanadi. Esda tuting, tibbiy faoliyat bilan shug'ullanish faqat qonuniy asosda litsenziya mavjud bo'lganda amalga oshirilishi mumkin. Tibbiy faoliyat litsenziyasi bu tibbiyot muassasasiga belgilangan talab va shartlarga to'liq javob berganidan keyin unga tibbiy xizmat ko'rsatish huquqini beruvchi rasmiy hujjatdir. Litsenziyasiz tibbiy xizmat ko'rsatish bemorning hayoti va sog'lig'iga jiddiy xavf tug'diradi. Malakasiz mutaxassislar tomonidan noto'g'ri tashxis va davolash ehtimolini oshiradi. Sanitariya, gigiyena va xavfsizlik talablarini buzadi. Qonun oldida javobgarlikka sabab bo'ladi. Har bir tibbiy muassasadagi iste'molchilar burchagida tibbiy faoliyatga ruxsat beruvchi litsenziya ham joylashtirilishi lozim. Sog'lig'ingizni xavf ostiga qo'ymang. Tibbiy xizmatdan foydalanishdan avval tibbiyot muassasasining litsenziyasi mavjudligini albatta tekshiring. Aniqlangan holat bo'yicha 1369 qisqa raqam orqali biz bilan bog'laning va shikoyat yoki murojaatingizni qoldiring.